Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xush kelibsiz kanalimizga. Yana sizlar bilan Avtoradar Detektor kanali. Xullas bugun zo'r video bo'ladi, xullas bori. Bugun dahshati bo'ladi, qaranglar. Silverstone Sochi Z modeli. Xullas men язык. Xullas biroz berib yuboraman men, xullas. Отключение перезагрузка устройства. Возврат к заводским установкам. Mana siz biroz berib yubordim, ko'rdilaring? yana bitta joyini ko'raylik-da buni. Yana aytmay qolmasin. Bu signaturni radar detektori bu. Хиквиш, лач, авто, чувствитель, уровень, отключение радарной части ниже скорости. Ana shuni ham o'chirib qo'yaman. Ko'rdilaring, o'chirib qo'ydik. Xullas saqlanib qilamiz. Nimani oldi bu? Язык. Смарт. Го. Тест. Хиквижн. Лачин. Qaranglar, lochinni ko'ryapsizlarmi? Ana shu eslaringdan chiqib ketmasin. Включен. Yoqib qo'yinglar. Lochinni ko'rmay qolar ekan bu. Men ko'rdim sinab. Автокон. Лазер. Чувствитель. Уровень пользовательской яркости. Bo'ldi, короче. GPS активно. Mana trassa rejimida. Ko'ryapsizlarmi? Trassa rejimiga. Chunki radarlarni yaxshi olish uchun trassaga qo'yib qo'yaman, men. Lojisini ko'rsatib berish uchun emas. Yaxshi olsin deyman-da. Qaranglar. Eslaringda bo'lsin, lochin ko'zni olmay qo'yar ekan qo'shib qo'ymasalaring. Siz biroz berganlaringdan keyin albatta qaranglar, juda chiroyli video bo'ladi-da. Tez yuramiz. Bu 60 dan past yursalaring ham ko'rmay qo'yadi. Shuning uchun 60 dan yuqori yurishimiz kerak. Ketdik. To'g'rilab qo'yamiz detektorni. Oldimizda lochin ko'z bor, birinchi lochin ko'z. Tezligimiz 80. Маломощный радар. Ограничение 60. Снижайте скорость. Mana tezroq boramiz. 85 tezligimiz. Astalashmasak tushib qolamiz-ku. 200 метров. Sekinlashdim. Lachin. Necha metr? 100 metrmi? 100 metr mana. metr. Biza ko'ramiz, juda uzoqni ko'radi-da bu. Shunga hayron qolaman men. Qanday uzoqdan olar ekan bu deb hayron qolaman-da, lekin men test qilgan paytlarim hech bunaqa natija bo'lmaydi. Mana ko'rib turibsizlar. Dash davom etamiz. Hozir avtokon yo'limizda ishlab turgan bo'lsa, avtokonga ko'ramiz. Xullas, Cardon M bor, Cardon M ga tekshiramiz. Xullas, tekshiramizda, xullas, qani signaturni radar detektor zo'r ishlash kerak bu, to'g'rimi? Signaturni radar detektor. Chunki bu chotki ishlash kerak. Chunki bu 7500 dan zo'r ishlash kerak. To'g'ri, 7500 esda signatura yo'q, oddiy radar detektor, lekin deteksiya bo'yicha yoradi. Bu aniq, bu fakt deydi-ku. Dash davom etamiz. Ba'zi orqali radar bor ogohlantirdi. 200 metr qoldi deyapti. Qaranglar. Lachin. Necha metr oldi, ko'rdilaringmi? 130 metr oldi, mana tepada. Shunaqa gaplarda, xullas, hech uzoqdan olganini ko'rmaganman. Снижайте скорость. Ba'zi orqali ogohlantirdi. 400 метров. Qaranglar. Kuzatamiz, o'ng qo'lda lochin ko'z, keyin dal yurganimizda chap qo'lda avtokon. Avtokonga orqa tarafdan boryapmiz. 200 метров. 100 metr qoldi. Lachin. Necha metr? Qaranglar, kuzatamiz. Lochinni qo'yib yubordi, avtokon. Yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Yo'q. Mana qaranglar, avtokonni oldidan ushlab kelyapti. Yaxshi, avtokon deyishi bilan qo'shdi. Ограничение 60.
скорость. Avtokon deyishi bilan qo'shdim 400 detektorni. метров. Qarab turinglar. Bu orqadan ko'rmaydi. Avtokonni orqasidan ko'rmayapti. Mana tezligimiz 60. 60 dan ham pasaydi. 200 метров. 60 dan ham pasaydi. Deteksiya berib turibdi, ko'ryapsizlarmi? Tezligimiz 54. Mana. Avtokonni ko'rdilaring-a? Qaranglar. Kadrni uzmaymiz. Mana endi o'tdik, deteksiya ketdi. Qarab turinglar. Hozir kadrni uzmaymiz. Lochin. Yo'l tarafida lochin bor. To'g'ri. O'tgandan keyin lochinni berdi. Qarab turinglar endi. Avtokonni ola olmayapti bu orqadan. Ishonmaysizlarmi? Hozir ko'rasizlar. Tezroq yuringlar, o'tib olaylik biz ham. O'tib olaylik biz ham. Yuringlar tez-tez. Ham o'tib olaylik. Qaranglar, razvorot qildik. Ha? Avtokonni ko'rdilaring, deteksiya berdi, to'g'rimi? Kuzatamiz. Маломощный радар. Lochinni aytdi. Ограничение 60. Qaranglar, lochin 200 метров. tez qoldi. Ana, endi ushladi. Лочин. 120 metrdan ushladimi? Endi kuzatamiz, qaranglar. Qaranglar, lochinni hali qo'yib yuborgani yo'q. Mana chap qo'lda avtokon, to'g'rimi? Mana. Ko'rdilaring? Yo'q. Yo'q deteksiya, yo'q, mana yo'q. Mana shunaqa gaplar. Xullas 75 ta qo'yib orqasidan yuraman dedim, avtokonga ushlab turibdi-da. Xullas bori qo'yib yubormadi, K1 ushlab turibdi, avtokonni shu joydan olyapti bu. Kamera. Mana, endi qaranglar, ba'zi orqali lochinni ogohlantirdi bizga. Lekin avtokonni ushlab kelyapti-da bu. Chunki lochinga deteksiya bermaydi. Avtokon 2 bo'ldi, K1 dan 2 ga chiqdi. Endi lochin turibdi, buni ba'zi orqali aytdi. Mana 3 ga chiqdi. Ko'ryapsizlarmi? Avtokon yo'l tarafida. Mana shu yerda avtokon. Ushlab turibdi, ko'ryapsizlarmi? Qoyilmisizlar? Qani Sochi Z yutgani bu joyda? Men Sochi Z yutganini ko'rmadim, lekin yutqizganini ko'rdim. Avtokonga yutqizdi. Avtokonga yutqizdi. Kardon M'ga yutqizdi. Mana chap qo'lda avtokon. Labbay, savol-javoblar bormi? Mana kuzatamiz, qaranglar, hozir razvorot qilib olyapmiz. Yo'l tarafida Kardon M radari turibdi. Qani Sochi Z modeli Kardon M'ni ko'rarmikan? Akasi ko'rmadi Sochi Pro. Qani bu Sochi Z ko'rarmikan? Mana shu yerga bir to'xtab olay, chunki sababi oldimdan Isuzu ketyapti, mayli. To'lqinini yopmasin. To'lqinini yopmasin, sal o'tib ketsin radardan. Undan keyin yuramiz. Hozir ketdi. Endi sekin yursak bo'ladi. Qaranglar. Imkon qadar tezroq boramiz. Tezroq boramiz. 60 dan baland boramiz. Tezligimiz Маломощный радар. 74. Ограничение 60. Снижайте скорость. Tezligimiz ancha tez. 75 tezlikda boryapmiz. Yaqinlashyapmiz. 200 метров. Endi iloji yo'q, tormoz bosaman. Iloji yo'q. Ko'rdilaringmi? Yo'q-da, yo'q. Ko'rmayapti-da. Lochin emas bu, Kardon edi, Kardon, adashdik. Mana shunaqa gaplar. Xullas men shu joyga to'xtayman. Ko'rdilaringmi? Olmadi. Kardonni olmadi hozir. Nima qilamiz bilasizlarmi? Radar ishlab turish haqida men sizlarga ko'rsatishim kerak-da. Ko'rsatmasam ishonmaydi ko'pchilik. Radar ishlagani yo'q edi. Shuhrat aka,
siz noto'g'ri test qildingiz degan gaplar bo'ladi. Shuning uchun men ko'rsatib beraman hozir. Ishlab turganini sizlarga ko'rsatib beraman. Chunki 75 ta kelishim shart emas. 75 bilasizlar, juda ham chiroyli oladi buni. Ko'rsatib berganman. Mana qaranglar, 75 debman. Uzraming bor, 77 demoqchi edim. 75 ololmaydi buni, chunki 75 ta signatura yo'q. Shuni hisobiga ololmaydi. Oddiy 7700S. Ana qaranglar. Hozir bor, yonishi bilan ushlaydi buni, qarab turinglar. Kordon GPS ulandi. Ko'rdilaringmi? Kordon ishlab turibdimikan? Ishlab turibdi. 75 ta signatura yo'q-da bunda. Bu ololmaydi buni. Mana qo'yib ko'rsataman. Bunda signatura bor, 75 ta yo'q signatura. Bular o'z sotuvdan tugab ketdi. Yo'q hozir sotuvda. Bir eshitib qoldim, 200 ming, 400 mingga sotildi deb. Eng oxiri $110 sotilgan bu. GPS подключен. To'xtanglar. Kuzatamiz ozgina. Lojniy bo'lsa o'chadi. Agar o'chmasa, ushlab qo'ydik-ku buni. Ishlar ekan-ku. Men buni signaturasi yo'q. Ishla olmaydi deb yuribman ha. Ishonmaysizlarmi ishlaganiga? K1 berib turibdi. Ko'ryapti buni. Ko'ryapsizlarmi? K1 berib turibdi. 7500 ha? To'xtanglar. To'xtab turinglar-da. Sochizet to'ladik qaytadan. Qaranglar. Qaratyapman. Sizlarga ham ko'rsatay, aytmoqchi, ha? Sizlarga ham ko'rsatay. GPS активно. Mana. Qaratib turibman, ha? Hech bo'lmasa ekranga chiqish kerak-ku, ovoz chiqmasa ham, to'g'rimi? Ha, tezlik 1. Qaranglar. Yo'q, qaranglar. 75 yana qo'yaman, lekin qoyilmaqom lekin, Qo'shildi, hozir ko'ramiz. Hozir. GPS подключен. Yo'q, bu lojniy bo'ldi. Lojniy bo'ldi bu. Hozir lojniy o'tib ketadi. Xullas tepaga qarab turamiz. Lojniy o'tib ketdi. Kamayapti. Qaranglar, o'chgandan keyin radarga qaratamiz. Hozir umuman o'tib ketsin. Mana o'tib ketdi, qaranglar. To'xtanglar, yurib kelamiz. Bo'lmaydi, yurib kelamiz. Ketdik, yurib kelamiz. Yurib kelmasak bo'lmaydi. Qaranglar, 7500S. Oldimizda mashina bor, ketib olsin, mayli. Buni ham kutamiz. Bu orqamizdan fura kelyapti ekan, iloji yo'q, kuta olmaymiz, haydaymiz. Qaranglar. Kordon 60. Ko'ryapsizlarmi? Ba'zi orqali kordon deb ogohlantirdi. Qaranglar, ham kuzatamiz. Qani? Agar yana deteksiya 1 berib tursa, ushlagan bo'ladi. Sekinlash deyapti. Sekinlashamiz, endi yaqinlashib qoldik. Ushladi. Ko'rdilaringmi? Bu fakt bu. Bu fakt ushladi. Qaranglar. Hozir endi sal o'tib qo'ydik-da. Ushladi lekin. Haqiqatan ham. Qaranglar, qaytaman. Ozgina bo'lsa ham ko'ryapti uni. Javob aniq bu fakt. Mana. Ko'ryapsizlarmi?
ushlab turibdi, qo'yib yuborgani yo'q. O'chiramiz. Yana yoqamiz boshqatdan. Bu joylarda hech qanaqa avtomat eshik yo'q. GPS подключен. Bu tarafga qaratamiz. Qaranglar. Zanaga qaratdim. Mana bu tarafga. O'ng qo'limizga qaratdim, yo'q. Endi chap qo'limizga qarataman. Qaranglar, ko'ryapsizlar? O'ng qo'lga qarataman. Qaranglar, o'chadi hozir. O'chdi, ko'rdilaringmi? Yo'q. Ha? Bu olmaydi deganlar uchun isbot bo'lyapti-da. Olmaydi kardon emni degan uchunlar isbot bo'lyapti. O'shanaqa boyagi obunachilar bor-ku, negativchi obunachilar. O'shalar uchun qaranglar, qarataman. Labay bir beryapti, bir. Qaranglar, yoqqa qarataman. Qaranglar, o'chadi hozir. O'chdi, ko'ryapsizlarmi? O'ng qo'l tarafga qarasam o'chyapti. Kardon emga qarataman. Bir. Bu yoqqa qarataman. Oy! Oy! 7500 dan zo'rmishda, Sochi Z. Zo'rmishda. Qaysi zo'r ekan? Qaranglar. Bo'ldi, xullas bori. Juda cho'zilib ketdi. Gap so'zimiz ham juda cho'zilib ketdi. Sochi Z, signaturniy radar detektor. Kardonni ko'rmayapti mana. Qaranglar, qaranglar, qaranglar. GPS активно. Qaranglar. K berdi bir. Ko'rdilaringmi hozir? Qanaqadir lojni berdi, yo'qolib qoldi yana. Mana masalan kardonga qaratib turibman mana. Qarab turibman. Ekranda hech narsa yo'q. Labbay, savol javoblar bormi? Savol javoblar bo'lsa, kelinglar-da tekshirib ko'ringlar o'zlaring. Salomat bo'lasizlar.